O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga transport xizmati ko'rsatish tizimini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuniga muvofiq ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning suv transportiga oid moddalariga ham tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Mazkur qonunning maqsadi O'zbekiston Respublikasining ichki kema yo'llarida va tabiiy va sun'iy suv havzalarida kemachilik faoliyatida xavfsizlikni ta'minlash, suv transporti nazorat organlari va kema egalarining huquqiy munosabatlarini belgilash, suv transportiga oid qonunchilik hujjatlariga rioya etilishini va qonunbuzarlarga nisbatan ta'sir choralarini belgilash hisoblanadi. Mazkur qonunning 119-moddasi 1-qismi bilan kemalar, shuningdek kichik hajmli kemalarning ro'yxatdan o'tkazish qoidalarini buzish, 2-qismi bilan yong'inga qarshi inventar vositalar bilan ta'minlanmagan, qonunchilik talablariga zid ravishda jihozlangan kemalardan foydalanish, 3-qismida kema haydovchisi guvohnomasiga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan boshqarish, 4-qismida kemalar, shuningdek kichik hajmli kemalar va ular turadigan bazalardan foydalanish qoidalarini buzish holatlari aniqlanganda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtiriladi. 132-moddasi bilan kemalarni, shuningdek kichik hajmli kemalarni mast holda boshqarish va alkogolli ichimlikdan, giyohvand modda ta'sirida mast bo'lgan shaxslarga topshirish holatlari aniqlanganda ham ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtiriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga yangi 133.1 moddasi qo'shildi. Bu modda bilan kemalarning o'zaro avariya hodisalari yuzaga kelganda, odamlarga tan jarohati yetkazilganda va ularning mulkiga zarar yetkazilganda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtiriladi. Ushbu 3 ta modda bilan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar sud organlariga yuboriladi va ular tomonidan ko'rib chiqiladi. Ushbu moddalar amaliyotda qo'llash orqali suvda suzish xavfsizligini ta'minlash, suvda inson hayoti va uning sog'lig'ini muhofaza qilish va suv transportiga oid qonunchilik hujjatlari buzilishini oldini olishga xizmat qiladi.